Leksiyemizni davamlaştırmamız, hürmetli vatandaşım. Cungo'nun narazılığı qaramay Prezident Obama manila yığınıga muqam belgelediği mavzulu haber 11. ayının 17. günü Wall Street gazetede ilan kılındı. Ve şu günü Van Torbiti'ge çaplandı. Haber mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama haftaning 2 günü Manilaga yetib kelib, bu yerda o'tkaziladigan yuqori darajaliklar yig'ini qatnashdi. Prezident Obamaning bu qatimqi safarida tunji qatim Filippin dengiz armiyasining harbiy parxodni ziyorat qilib, parxod ustida palobaga dastlab turib nutq so'zlab 250 million dollar ajratib Filippin va Bruney'deki başka devletlerinin ittifakdaşlarının deniz gücünü aşırışıga yardım kılıdığanlığını bildirdi. Prezident Obama bu qatam Filippin ziyaretinde iqtisadi meselelerge emas, belki bexatarlik meselesiga ko'ngil bildi. Jungo, Janubi Jungo dengizidagi territoriya talash tartishim bu qatimqi yig'inning kun tartibiga kirgizmaslikka uringan bo'lsa-mu, lekin Prezident Obamaning Filippin dengiz armiyasining harbiy parxodiga chiqib, nutq so'zlashib, Manila yig'ini ochilishdan burun Jungoga xiris qilganlik hisoblandi. Jungo hukumati go'yo butun Janubiy dengizda Jungoning zamini bu yerga egilik huquq yurgizadi deb jakarlaydi. Şunda jakarlagan bolsun, bundaq jakarlaş bu rayında başka devletlerinin, cümleden Malaysiya, Vietnam, Filippin qatarlıq devletlerinin pişkirini qozğıdı. Bu devletler bexatarlik meselesi boyunca Amerika bilen bolgan münasebetini texmo küçeytti. Prezident Obama Amerika'nın ittifakdaşı Filippin'nin devlet müdafiə işleri kelişimide belgilendiğen mecburiyetle ve vədeler boyunca Filippin Amerika'ya tayinidu deb gösterdi ve jakarladı. Prezident Obama yanımında gösterdi. Mening bu qatim Filippinni ziyaret qilishim Amerika, Filippin iki devletinin Janubi Jungo dengizida bexatarlik ve Bruney'da dengiz qatnash erkinligi boyunca ortaq va'damizni kuchaytirdi. Prezident Obama yana mundaq ko'rsatdi. Amerika Filippinni tadqiqot elib boradigan chorlag'uvchi parxod bilan ta'minlaydi. Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Bu qatam Rais Xi Jinping boshlab kelgan vakillarga Janubiy dengizga chetiladigan talash tortish masalalarini, bexatarlik masalalarini o'tirib qo'ydiganligini bildirishdi. Demak, Xi Jinpingning oldiga shunday qo'ydigan bo'ldi dedi. Yuqorida ko'rib o'tdik vatandaşlarım. Jungo'nun bu dengizda to'pdan turib aral yasayotganligi, xadatash yasayotganligini to'xtatish kerak degan jumlaning eg'irlik va vaznini o'ylab ko'rsangiz bo'ladi, hurmatli vatandoshlar.